Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun men sizlarga juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Qariyalarga, pensionerlarga, yolg'iz yashayotgan keksalarga berilishi mumkin bo'lgan 1 million so'm atrofidagi yordam masalasi. Bu pulni olish kerakmi, kerak emasmi? Kimga beriladi, kimga berilmaydi? Ariza topshirish shartmi? Hamma pensioner oladi degan gap rostmi yoki yo'qmi? Mana shu savollarga aniq javob beraman. Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Çünkü değerli har birimizin uyumuzda ota-onamiz, buvi-bobamiz, pensioner qarindoshimiz bor. Bazı odamlar bilmagani uchun o'ziga tegishli yordamni ololmayapti. Ba'zilar esa yolg'on xabarlarga ishonib, firibgarlarga karta raqamini, SMS kodini berib qo'yapti. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki men bunday masalalarni oddiy xalq tili bilan hujjat va amaliyotga tayangan holda tushuntirib boraman. Eng katta chalkashlik nimada? Odamlar pensionerlarga 2 million so'm berilarkan degan gapni eshitadi va buni barcha qariyalar avtomatik oladi deb o'ylaydi. Aslida esa ijtimoiy yordamlarning ko'pi hammaga bir xil beriladigan umumiy to'lov emas. Ko'pincha bunday yordamlar ehtiyojmandlik holatiga, oilaning daromadiga, yashash sharoitiga, sog'lig'iga, yolg'iz yashashiga, nogironligi bor yo'qligiga, ijtimoiy himoya yagona reyestri yoki mahalla tomonidan aniqlangan holatga qarab beriladi. Oldin qanday edi? Oldin odamlar ko'proq mahallaga borib, oqsoqol, xotin-qizlar faoli yoki hokim yordamchisiga og'zaki aytardi. Ahvolim og'ir, dori-darmonga pul yetmayapti. Kommunal to'lovlar ko'payib ketdi. Keyin mahalla komissiyasi holatni o'rganardi. Ba'zan hujjat so'ralardi. Ba'zan uyingizga kelib ko'rishardi. Yordam pul, oziq-ovqat, dori-darmon, issiq kiyim, ko'mir, gaz balloni yoki boshqa shaklda bo'lishi mumkin edi. Hozir nima o'zgardi? Hozir ijtimoiy yordamlar tobora tizimli bo'lib bormoqda. Ya'ni kim balandroq gapirsa o'sha oladi degan tartib emas. Balki kim haqiqatda ehtiyojmand bo'lsa, daromadi past bo'lsa, yolg'iz bo'lsa, nogiron bo'lsa, o parvarishga muhtoj bo'lsa, o'sha aniqlanib ro'yxatga olinishi kerak. Buning yaxshi tomoni shuki adolat ko'payadi. Yomon tomoni shuki odam hujjatini tayyorlamasa, ariza bermasa, ahvolini isbotlamasa, tizim uni ko'rmay qolishi mumkin. Shu yerda eng muhim gapni aytaman. 5 million so'm degan summa turli hududlarda turli nomdagi yordamlar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Bu har doim ham pensioner bo'lsangiz albatta beriladi degan emas. Ba'zan bayram oldidan bir martalik yordam bo'ladi. Ba'zan mahallaning saxovat va ko'mak jamg'armasi orqali yordam bo'ladi. Ba'zan tibbiy muolaja, operatsiya, dori-darmon uchun moddiy yordam bo'ladi. Ba'zan nogironligi bor shaxsga yoki yolg'iz keksaga alohida ko'mak beriladi. Shuning uchun men bugun sizga eng to'g'ri yo'lni ko'rsataman. Nima so'rash kerak? Qayerga borish kerak? Qanday hujjat kerak? Qaysi gaplarga ishonmaslik kerak? Avvalo, kimlar xavotir olish kerak? Birinchi navbatda yolg'iz yashayotgan keksalar. Masalan, 72 yoshli onaxon bor, turmush o'rtog'i vafot etgan, farzandlari boshqa viloyatda yoki chet elda, o'zi 9 ming yoki 1 million 5 ming so'm pensiya oladi. Dori-darmonga oyga 400 ming so'm ketadi. Kommunal to'lovlari 2 metrmi 1000 so'm, oziq-ovqatga esa yetmay qoladi. Mana shunday inson albatta mahallaga murojaat qilishi kerak. Chunki u men pensiya olyapman-ku, menga yordam berishmaydi deb o'tirsa xato qiladi. Pensiya olish, yordam olishga doimiy to'siq emas. Muhim narsa umumiy daromad ehtiyojlarini qoplayaptimi yoki yo'qmi? Ikkinchi toifa nogironligi bor pensionerlar. Misol uchun 6-8 yoshli otaxon ikkinchi guruh nogironi yurish qiyin. Oyga 2 marta shifokorga qatnaydi. Pensiyasi 1 million 300 ming so'm bo'lishi mumkin, lekin dori-darmon, analiz, yo'l xarajati, parvarish xarajatlari hisoblanganda pul yetmaydi. Bunday holatda yordam so'rash uyat emas. Men ko'p holatda odamlar mahallaga borsam, qo'shnilar bilib qoladi deb tortinadi. Lekin ijtimoiy yordam aynan shunday vaziyatlar uchun mavjud. Kasallik, yolg'izlik, daromad yetishmasligi yashiriladigan narsa emas. Uchinchi toifa. Pensionerning o'zi qaraydi, lekin uyida boshqa daromadsiz odamlar bor. Masalan, bu pensiya oladi, lekin uyida ishsiz kelini, kichik nevaralari, kasal turmush o'rtog'i bor. Tashqaridan qaraganda bu pensiya oladi deyshadi. Lekin amalda butun ro'zg'or o'sha pensiyaga qarab qolgan. Agar oilada ishga layoqatli odamlar bo'lsa, komissiya nega ishlamayapti deb so'rashi mumkin. Bu tabiiy. Lekin shu bilan birga farzandlar yosh bola parvarishda bo'lsa, kasal bo'lsa, ish topolmayotgan bo'lsa, bu ham o'rganiladi. Demak, vaziyatni to'liq tushuntirish kerak. 4-toifa daromadi bor, lekin kutilmagan og'ir xarajatga duch kelgan keksalar.
Masalan, otaxon pensiya oladi. Farzandi yordam beradi. Lekin birdan yurak operatsiyasi kerak bo'lib qoldi. Operatsiyadan oldingi tekshiruvlar, doğru yo'l, ovqat, parvarish xarajatlari ko'paydi. Bunday paytda bir martalik moddiy yordam so'rash mumkin. Bu yordam aynan oylik daromadingiz kam degan mezon bilan emas, og'ir hayotiy vaziyat mezoni bilan ko'rilishi mumkin. Endi kimlar xavotir olmasligi kerak? Agar pensionerning daromadi yetarli bo'lsa, uyda farzandlari muntazam yordam bersa, yashash sharoiti yaxshi bo'lsa, katta tibbiy xarajati bo'lmasa, u holda 20 million so'm yordam unga tegmasligi mumkin. Bu yomonlik emas, bu ijtimoiy yordamning mohiyati. Davlat yoki mahalla yordamni avvalo eng muhtojga berishga harakat qiladi. Shuning uchun falonchi oldi, men olmadim deb darrov adolatsizlik deyishdan oldin ikkala oilaning real holatini solishtirish kerak. Birinchi misol. 75 yoshli Mahbuba aya 1 million 2 ming so'm pensiya oladi. Yolg'iz yashaydi. Qand kasalligi bor. Oyiga doğru darmoniga 2 ming so'm, kommunalga 200 ming so'm, non ovqatga kamida 700 ming so'm ketadi. Bu yerda xarajat daromaddan oshib ketmoqda. Agar u mahallaga ariza bersa, uning holati o'rganilib, bir martalik yordam, oziq ovqat paketi yoki dori uchun yordam berilishi ehtimoli bor. Agar hududda 5 million so'mlik yordam ajratish amaliyoti bo'lsa, mana shunday onaxon birinchi navbatda ko'rib chiqilishi kerak. Ikkinchi misol. 67 yoshli Karim aka 1 million 800 ming so'm pensiya oladi, uyida o'g'li, kelini ishlaydi. Har oy yordam beradi. Uy joyi yaxshi, dori xarajati katta emas. Karim akam pensioner, lekin ehtiyoj darajasi yuqori emas. U men ham pensionerman, nega menga 20 million berishmaydi desa, javob shunday. Ijtimoiy yordam statusga emas, holatga qarab beriladi. Faqat pensioner bo'lishning o'zi yetarli bo'lmasligi mumkin. Uchinchi misol, 70 yoshli Salomat opa nabirasi bilan yashaydi. Nabira talaba stipendiyasi bor, lekin yetmaydi. Salomat opa pensiyasi 1 million 200 ming so'm, u eski. Qishda isitish qiyin. Bunday holatda yordam faqat pul bilan cheklanmasligi mumkin. Ko'mir, issiq kiyim, oziq ovqat, kommunal to'lov bo'yicha ko'mak. Tibbiy ko'rikka yo'llanma kabi shakllar bo'lishi mumkin. Shuning uchun arizada faqat pul bering deb yozmasdan, aniq ehtiyojni yozish kerak. Dori darmon xarajatlari uchun, isitish mavsumi uchun, oziq ovqat uchun, tibbiy muolaja uchun. 4-misol. Taqvimi yoshli otaxonning pasporti muddati o'tgan. Bank kartasi ishlamayapti, telefon raqami farzandining nomida. Unga yordam ajratilsa ham pul tushmay qolishi yoki olishda muammo bo'lishi mumkin. Bu juda ko'p uchraydi. Odamlar menga berishmadi deydi. Aslida hujjat yoki bank ma'lumotida muammo bo'ladi. Shuning uchun amaliy tartibni oldindan to'g'rilab qo'yish kerak. Endi eng xavfli nuqtalarga o'tamiz. Birinchi xavf firibgarlar. Pensionerlarga 20 million chiqdi. Karta raqamingizni yuboring, SMS kodini ayting, ro'yxatga kiritamiz degan telefon qo'ng'iroqlar yoki Telegram xabarlar bo'lsa, darhol ehtiyot bo'ling. Hech qachon SMS kodini hech kimga bermang. Hech bir haqiqiy tashkilot sizdan karta parolini, ilova kodini, SMS tasdiqlash kodini so'ramaydi. Agar kimdir hozir kodni aytmasangiz, pul bekor bo'ladi desa, bu deyarli aniq firibgarlik. Ikkinchi xavf. Hamma oladi degan yolg'on umid. Internetda sarlavhalar juda shov-shuvli bo'ladi. Barcha qariyalarga pul tarqatiladi. Pensionerlar shoshiling. Bugun oxirgi kun. Odamlar vahimaga tushadi. Aslida har bir yordamning o'z tartibi, manbasi, muddati va mezoni bor. Men ekspert sifatida sizga shuni maslahat beraman. Hech qachon faqat sarlavhaga ishonmang. Mahallangizdan, tuman ijtimoiy himoya bo'limidan, pensiya jamg'armasi bo'limidan yoki rasmiy davlat xizmatlari manbalaridan tekshiring. 3-nozik jihat, ro'yxatda bor yo'qlik. Ba'zi oilalar ijtimoiy himoya yagona reyestriga kiritilgan bo'ladi. Ba'zilari kiritilmagan bo'ladi. Ro'yxatda bo'lish ayrim yordamlarni olishni osonlashtiradi. Lekin har bir yordam uchun avtomatik kafolat emas. Ro'yxatda bo'lmaslik esa umuman yordam olmaydi degani ham emas. Chunki mahalla orqali bir martalik ko'mak masalasi alohida ko'rib chiqilishi mumkin. Muhimi, sizning holatingiz rasmiy qayd etilishi kerak. 4-jihat farzandlarning daromadi. Ko'p keksalar shunday deydi. Men yolg'izman, farzandlarim bor, lekin yordam bermaydi. Komissiya farzandlari borligini ko'rsa, farzandlari qarasin deyishi mumkin. Lekin hayotda vaziyat murakkab. Farzand chet elda bo'lishi mumkin, o'zi ishsiz bo'lishi mumkin, aliment to'layotgan bo'lishi mumkin. Kasal bo'lishi mumkin yoki ota-onasiga umuman yordam bermasligi mumkin. Bunday holatda gapni og'zaki aytib qo'yish yetmaydi. Imkon qadar isbotlovchi ma'lumot kerak.
farzand bilan birga yashamasligi, pul o'tkazmalari yo'qligi, oila daromadi yetmasligi, tibbiy xarajatlar borligi. Har bir holat individual ko'riladi. 5-jihat yordamni olish uyat emas, lekin yolg'on ma'lumot berish xavfli. Ba'zi odamlar daromadim yo'q deydi. Lekin aslida ijaradan pul oladi. Farzandlari muntazam pul yuboradi. Nomida mashina yoki biznes bor. Agar bunday narsa aniqlansa, yordam rad etilishi yoki qaytarish masalasi chiqishi mumkin. Ijtimoiy yordam tizimi ishonchga tayanadi. Lekin tekshiruv ham bo'ladi. Shuning uchun men doim shuni aytaman, arizada real holatni yozing. Kamchilikni yashirmang, lekin bor narsani ham inkor qilmang. 6-jihat, bu million so'm pulni olish kerakmi yoki kerak emasmi? Agar siz haqiqatda muhtoj bo'lsangiz, sog'liq, oziq-ovqat, istish, parvarish, qarz, tibbiy muolaja sabab qiynalayotgan bo'lsangiz, albatta murojaat qiling. Bu sizning huquqingiz. Lekin agar sizga bu pul shoshilinch kerak bo'lmasa, sizdan ko'ra og'irroq ahvoldagi qo'shningiz, yolg'iz onaxon, nogiron otaxon borligini bilsangiz, vijdonan o'ylang. Ijtimoiy yordamning maqsadi eng og'ir ahvoldagi insonni ko'tarish. Bu yerda faqat olish mumkinmi emas? Men haqiqatda muhtojmanmi degan savol ham bor. 7-jihat, pul bir marta berilsa, doimiy to'lovga aylanmaydi. Ba'zi odamlar bir marta 1 million olsa, keyingi oy ham kutadi. Yo'q. Bir martalik moddiy yordam nomidan bilinib turibdi. U muayyan vaziyat uchun ajratiladi. Masalan, bayram, qish mavsumi, davolanish, favqulodda holat, og'ir turmush sharoiti. Keyingi safar yana ehtiyoj bo'lsa, yana murojaat qilish mumkin. Lekin har safar avtomatik emas, qayta ko'rib chiqiladi. Birinchi qadam, vaziyatingizni qog'ozga yozib chiqing. Ko'pchilik mahallaga boradi, lekin nima deyishini bilmaydi. Ahvolim og'ir degan umumiy gap yetarli emas, aniq yozing. Pensiyam qancha? Uyda nechta odam yashaydi? Kim ishlaydi? Kim ishlamaydi? Dori-darmon xarajati qancha? Kommunal to'lov qancha? Qarzim bormi? Nogironlik bormi? Parvarishga muhtojmanmi? Masalan, men 44 yoshdaman. 20 million 50 ming so'm pensiya olaman. Yolg'iz yashayman. Qand kasalligim bor. Oyiga 260 ming so'mlik dori olaman. Qishda isitish uchun qo'shimcha xarajat kerak. Mana bunday yozuv komissiyaga vaziyatni tushunishga yordam beradi. Ikkinchi qadam, mahallaga murojaat qiling. Mahalla raisi, ijtimoiy xodim, xotin-qizlar faoli yoki hokim yordamchisiga uchrashing. Hozir ko'p hududlarda ijtimoiy xodimlar oilalarining holatini o'rganadi. Siz menga 5 million bering deb emas, mening holatimni o'rganib, tegishli ijtimoiy yordam masalasini ko'rib berishingizni so'rayman deb murojaat qiling. Chunki yordamning aniq turi hududdagi tartib va sizning holatingizga bog'liq bo'ladi. 3-qadam, ariza yozing. Arizada ism, familiya, manzil, telefon raqam, pasport ma'lumotlari, pensiya olishingiz, oilaviy holat, muammo sababi va so'ralayotgan yordam maqsadi bo'lishi kerak. Ariza juda murakkab bo'lishi shart emas. Masalan, shunday yozish mumkin. Mening yashash sharoitim va sog'lig'im og'irligi sababli dori-darmon hamda oziq-ovqat xarajatlari uchun bir martalik moddiy yordam ajratish masalasini ko'rib chiqishingizni so'rayman. Agar davolanish uchun bo'lsa, tibbiy muolaja xarajatlari uchun deb yozing. Agar qishki isitish bo'lsa, isitish mavsumidagi xarajatlar uchun deb yozing. 4-qadam, hujjatlarni tayyorlang. Odatda quyidagilar kerak bo'lishi mumkin. Pasport yoki ID karta nusxasi, pensiya guvohnomasi yoki pensiya olishni tasdiqlovchi ma'lumot, nogironlik ma'lumotnomasi bo'lsa nusxasi, tibbiy xulosa yoki retseptlar, dori cheklaringiz, kommunal qarzdorlik bo'lsa ma'lumot, bank karta rekvizitlari, oilada yashovchilar haqida ma'lumot. Har bir hududda talab bir oz farq qilishi mumkin, lekin siz shu hujjatlarni tayyorlab qo'ysangiz, jarayon osonlashadi. 5-qadam. Bank kartangiz va telefon raqamingizni tartibga keltiring. Pul ajratilsa, u ko'pincha bank kartasiga tushadi. Karta o'zingizning nomingizda bo'lgani ma'qul. Agar karta muddati tugagan bo'lsa, bankka borib yangilang. Telefon raqamingiz ishlayotgan bo'lsin. Lekin yana bir marta ogohlantiraman. Karta raqamini rasmiy arizada ko'rsatish boshqa. SMS kodini begona odamga aytish boshqa. SMS kodini hech kimga bermang. 6-qadam. Arizangiz ro'yxatga olinganini so'rang. Ko'p odam ariza beradi, keyin jim yuradi. Siz muloyimlik bilan arizam qabul qilindimi, ro'yxat raqami bormi, qachon ko'rib chiqiladi deb so'rang. Bu janjal qilish degani emas. Bu o'z huquqingizni tartibli kuzatish degani. Agar og'zaki murojaat natija bermasa, yozma ariza qoldiring. Yozma ariza bo'lsa, javob berish kerak bo'ladi. 7-qadam. Uyga kelib o'rganishsa, real holatni ko'rsating. Ba'zi odamlar komissiya kelganda uyalib, dori qutisini yashiradi, qarz daftarini ko'rsatmaydi, muammosini kichraytirib aytadi.
keyin yordam berishmadi deydi. Siz vaziyatni bezamasdan, yashirmasdan tushuntiring. Doğru cheklaringiz bo'lsa ko'rsating. Uyda isitish muammosi bo'lsa ayting. Oziq-ovqat yetishmasa ayting. Lekin yolg'on qo'shmang. 8-qadam rad javobi bo'lsa sababini so'rang. Berilmaydi degan umumiy javob yetarli emas. Nega berilmaydi? Daromad mezoni sababmi? Hujjat yetishmadimi? Ro'yxatda yo'qmisiz? Yordam mablag'i tugaganmi? Boshqa turdagi yordam tavsiya qilindimi? Sababini bilsangiz, keyingi qadamni to'g'ri qilasiz. Masalan, hujjat yetishmasa to'ldirasiz. Tibbiy xulosa kerak bo'lsa, poliklinikadan olasiz. Daromad noto'g'ri hisoblangan bo'lsa, aniqlashtirasiz. 9-qadam rasmiy manbalardan tekshiring. Agar kimdir sizga bugun oxirgi kun, tez pul to'lang, ro'yxatga kiritaman desa, ishonmang. Mahalla, tuman ijtimoiy himoya bo'limi, pensiya jamg'armasi, davlat xizmatlari markazi yoki rasmiy telefon raqamlari orqali aniqlang. Ijtimoiy yordam olish uchun hech kimga xizmat haqqi berish kerak emas. Agar kimdir pul talab qilsa, bu jiddiy signal. 10-qadam keksalarga yordam bering. Bu videoni ko'rayotgan yoshlar, farzandlar, nevaralar sizlarga alohida murojaat qilaman. Ko'p bu bobolar ariza yozishni bilmaydi. Telefonda navbat olishni bilmaydi. Bank kartani ishlatishni bilmaydi. Siz ularga yordam bering. Pasportini ko'ring, kartasi ishlayaptimi tekshiring. Doğru cheklarni yig'ib bering. Mahallaga birga boring. Ba'zida bil. 3 million so'm yordamning o'zi emas. Shu yordamga yetib borish yo'lida farzandning ko'magi eng muhim bo'ladi. Yana bir muhim maslahat, agar pensionerning sog'lig'i og'ir bo'lsa, faqat pul yordam bilan cheklanib qolmang. Poliklinikadan patronaj xizmati, tibbiy ko'rik, nogironlikni rasmiylashtirish, reabilitatsiya vositalari, dori darmon bo'yicha imtiyozlar, parvarish masalalarini ham so'rang. Ko'pincha odamlar bitta pul haqida eshitadi, lekin aslida boshqa foydali yordam turlaridan bexabar bo'ladi. Masalan, hassa, aravacha, eshitish moslamasi, sanatoriy yo'llanmasi, bepul tibbiy ko'rik, uyda parvarish xizmati kabi imkoniyatlar ayrim toifalar uchun mavjud bo'lishi mumkin. Bularni ham aniqlashtiring. Agar siz qishloqda yashasangiz, yo'l uzoq bo'lsa, mahallaga borish qiyin bo'lsa, telefon orqali oldindan bog'laning. Mahalla mas'ullariga vaziyatingizni ayting, uyga kelib o'rganishlarini so'rang. Yolg'iz keksani idora yugurtirish to'g'ri emas. Agar haqiqatan ham yurishga qiynalsa, buni arizada ham yozish kerak. Sog'lig'im sababli shaxsan borishim qiyin. Holatimni yashash joyimda o'rganishingizni so'rayman. Agar sizning arizangiz ko'rib chiqilmayotgandek tuyulsa, avval mahalla bilan tinch va madaniyatli gaplashing. Keyin tuman darajasidagi ijtimoiy himoya bo'limiga murojaat qiling. Zarur bo'lsa, yozma tarzda yuqori tashkilotlarga ham murojaat qilish mumkin. Lekin har bir bosqichda hujjat, sana kimga murojaat qilganingizni yozib boring. Bu keyinchalik juda kerak bo'ladi. Demak, azizlar, qariyalarga 5 million so'm atrofidagi yordam masalasida eng asosiy xulosa shuki, bu pul hamma pensionerga avtomatik beriladigan umumiy to'lov bo'lmasligi mumkin. U ko'pincha ehtiyojmandlik, og'ir hayotiy vaziyat, yolg'izlik, nogironlik, tibbiy xarajat yoki mahalla tomonidan o'rganilgan real holat asosida beriladi. Haqiqatan muhtoj bo'lsangiz, murojaat qilishdan tortinmang. Hujjatlarni tayyorlang, ariza yozing, holatingizni aniq tushuntiring. Firibgarlardan ehtiyot bo'ling. SMS kod va karta parollarni hech kimga bermang. Men sizlardan so'rayman. Sizning hududingizda qariyalarga qanday yordamlar berilyapti? İlk bu milyon so'm masalasida kimdir olganmi? Kimdir rad javobi olganmi? Izohlarda yozing. Boshqalar ham tajribangizdan foydalansin. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onasi, bu bobosi bor yaqinlaringizga yuboring. Chunki bir odamning vaqtida bilgan ma'lumoti bir keksa insonning og'ir kunini yengillashtirishi mumkin.